Assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'bonlar, uzumchilar. Bugun vodiydan mehmon kelgan bizga. Umid Uz akamiz blogerlikda ustozimiz bo'ladi. Bizni mana bu ko'chat plantatsiyamizga kelganlar. Umid aka, mana ko'chat zorimizni ko'rdingiz. Ko'rdik. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Agro 07 kanalining obunachilari, bizga obunachilar, xullas bizni taniganlar. Biz mana bugun o'sha Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida katta, o'ta ham katta deyoramiz. 7 gektar joyga 1000 tadan oshiq 1 milliondan-da, 1 milliondan oshiq. 1 milliondan oshiq bunaqa sonni o'ylab ham bo'lmaydi. 1 milliondan oshiq bu yerda ko'chatlarimiz tayyorlanyapti. Xudo xolasa chiroyli ma'lumotlarni Umid Uz kanalimizda ko'ringlar va kunora mana Sunnatullohning o'zi ham Instagramga joylab boryapti. Bemalol ma'lumotlarni olinglar. Kuzda sizlarni xudo xolasa mana shu joyga kutamiz. Katta bog' qilaman deydiganlarga ham bemalol ko'chatlarimiz yetadi. Aka, ko'chatlarni holati haqida nima deysiz? Qanday bu? Ko'chatlarning holati zo'r. Mana hozir oldi 50-60 santimetrgacha o'sdi. Bu hali kuzgacha yana o'sadi. Bizga endi Shu savolingizga shoshmang, yaqinroq keling. Mana ko'chatlarni hosili bilan turibdi-ku, endi kuzgacha tayyor bo'ladigan ko'chat shu darajada hosil qilib yuborgandan keyin endi boshqa maqtovni keragi yo'q. O'zi ko'rgan odam o'zi bilib bo'ldi buni qanaqa ko'chat. endi buni xudo xolasa o'stirish emas, aka, tomiriga ishlash. Albatta. Tomiri baquvvat bo'lib, novdalarini pishirib olsak, xudo xolasa kuzga bu yerda shu 1 millionga yaqin, 1 milliondan oshadi. 1 milliondan oshiq ko'chatlarimiz tayyorlanyapti. Bu yerda akalar avatar asosan, manikür finger, naryoqda preobrazheniya bor, oxirroqda lamborghini bor, kardinal, alvika va adora seedless navlari ko'chatlari yetishtirilyapti. Hop, bu hozir endi rosa chopiq qilishga kelib qoldi. Bir suvdan keyin bitta chopib dorisini bersak, holati ham qorayib, juda ham chiroyli holatga kelib qoladi. Ko'chatlarimizda aytganimizdek, bu yil har yilgiga qaraganda bateriyamiz kam. Chunki bir necha yillik tajriba buni bizni tarbiyalab ham qo'ydi. Hop, naryoqda akalar mana 70 gektarlik uzum bog'imiz mana. 3 ko'cha ekilgan sxemada. Bu yerda 40 gektar, naryoqda 30 gektar, hammasi bo'lib 70 gektarlik uzum bog'. Bu yerga 40 gektari hozir kesib payvandlash ishlari olib borib tugatildi. Ya'ni payvandlar qilib bo'ldik, 40 gektar yerga. Yangi navlar. Avvalgi holatda u kishmish navi edi. 30 gektar sug'diyona edi. 30 gektar sug'diyonani qoldirdik-da, faqat kishmish navini yangiladik. Endi kelasi yilga mumkin sug'diyonani ham almashtirishimiz mumkin. Yangi navlarni ulab payvand qilib tarbiyalab, xudo xolasa hosildorlikni oshirish niyatimiz bor. Bu ko'chatlarimiz esa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Siz bilganingizdek, har doimgidek hamma joydan ko'ra narxlar arzon bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bu ko'chatlarimizda har bitta nav uchun muvofiqlik sertifikati mavjud. Siz endi bemalol bu ko'chatlarni katta miqdorda olaman desangiz, bank orqali, ya'ni subsidiya orqali olish imkoniyatiga egasiz. Endi yo'nalishimiz uzumchilik bo'lgandan keyin ko'chat ham qilmasak bo'lmaydi, chunki odamlar aldanib qolishlik kerak emas. Ishonchli joydan aniq navni olsa, qilgan mehnatiga kuymaydi. Hammaga rahmat. Agar sizlarga ko'chat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Oldindan buyurtma berib qo'yishingiz mumkin. Rahmat Umid aka, sizga ham kelganingiz uchun. Umid akani kanallarida to'liq ma'lumot qilib bitta video tayyorladik. Qolgan ma'lumotlarni bemalol o'tib kuzatishlaringiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin ikkala kanalga ham. Instagramda ham bor, YouTube'da ham bor. Bizning kanalga o'tinglar. Aynan mana xudo xolasa ertaga-indin to'liq video chiqadi. 500 ta ko'chatni bepul tarqatadigan bo'lyapmiz. Shartlarini o'sha joyda bilasizlar.
kirib ko'rsalaringiz, mana shu obunachilarimiz uchun 500 ta avatar, aynan avatar uzum ko'chati tekinga bermoqchimiz. Buni kuzda beramiz. Shartlari, qonun qoidalarini bilmoqchi bo'lsangiz, Umid o'z kanaliga kirib videoni oxirigacha ko'rib eshiting. O'sha ko'chatlarning egasi siz bo'lib qolishingiz mumkin. Ya'ni 50 tadan bittasi bo'lib qolishi mumkin-da. 50 ta odam tanlab olamiz. Har biriga 10 tadan ko'chatni bepul. Bo'ldi, qolgan ma'lumotni aytib qo'yapmiz. aytib qo'yapmiz indamasak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.